Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Ko'nglim aytar hayqir hayqir, ko'chasiga borib chaqir, qarab qo'ygin darchangdan bir. Qirlar oshib keldim mano, qorlar bosib keldim mano, dildan nola qildim mano. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Oh uzun ko'ylak jononima, ozor berma san jonima, chaqirganda kel yonima. Yulduzxon. Turing gap bor. Dadasi. Oy, ko'zim ketibdi-da. G'alati ishlar bo'lyapti. Qayda? Tushimda. Eshakam. Aytsam ish qilib hammaga aytib qo'ymaysanmi? Tushni hammaga aytib bo'lmaydi, dadasi. Birinchi suvga aytib chiqdingizmi? Aytdim, ularni qildim. Undan tashqari ishxonada ham shunaqa deyishyapti-da. Nima bo'ldi? Senga aytaman, faqat birovga aytib qo'ymaysanmi? Kimga aytaman, dadasi? Qara, oramizda qoladi, senga aytaman. Voy bo'ldi, menga ishonsangiz bo'ladi. Bo'pti. Aytmayman. Sen aytib qo'yasan, qo'ygan. Voy bo'ldi, keling endi boshlab qo'ydingiz-ku. Nima bo'ldi? Hech kim bilmasin. Aytib qo'yasan-da. Kimga aytaman, dadasi? Kimga? Baqirma, o'chir ovozingni. Baqirma. Ishonmasangiz aytmang, bo'pti, boring. Aytmayman. Bo'pti. Ayta qoling endi, dadasi. Uyqudan uyg'otib oldingiz. Lan eshitging keladigan bo'lsa, men asabimga o'ynamagin. O'tirib aytasizmi, turaymi? Yo'q, o'tiraversan, yaxshilab joylashib ol, men gapimni oz ko'tarolmasligimdan. O'lmasam yomonmi tushingiz shunda? Yomon emas, no. Qo'rqinchli-da. Nima bo'ldi? Menimcha inoplanidalar kelyapti. Qayerga? Biznikiga. Shu ham tushmi, dadasi? Nima ekandim mana? O'zi O'zbekistonga kelyapti ekan. Hech kimga aytmagin, hozir birov eshitsa jinni bo'lib qopti bular deydi. Ha, ishxonada eshitdingizmi? Ha, ishxonada eshitdim, bu fakt ekan, fakt ekan. O'ylaganingizga tushingizga kirgan u sizni. Shunaqa bo'lsa kerak, endi hammaga ham aytib yurmang bu gapni. Ko'rganlar bizni ham mana tog'aga o'xshab tomi ketib qopti bular deydi. Hop, qachon kelayotgan ekan? Unisini bilmadim. Qayerdan? Qachon keladi, qaydan keladi, qanday keladi, qay ahvolda keladi bilmayman. Lekin kelyapti, tayyorgarlik ko'rish kerak. Yo'q-e. Nima ekandim men, dadasi? Bizga kelib meni olib ketib qolsa ya. Olib ketib ham ko'rsin-chi. Menga uchrasin, birinchi kelib, shu yerga kelib menga uchrasin. Sizga uchrab, siz olib ketib qolsa men nima qilaman? Men nima qiladi qo'ysangiz-chi, dadasi? O'zi siz zo'rg'ajilab turibsiz u. Ko'nglimga qarab turinglar, palma ham kelib olib ketib qoladi. Kimmi? Meni tushimga begarga kirmadi-da, bitta qulog'i bu yoqqa, bitta qulog'i bu yoqqa qarab turdi. Qo'rqinchligida. Yo'q, qo'ying, dadasi, yuring. Yuring, qo'ying. Faqat hech kimga aytmagin. Yo'q, aytmayman. Qayerga ketyapsiz endi namozshomda? Ishxonaga borman, inoplanidalar kelishiga tayyorgarlik ko'raylik. Daraxtlarni ko'ylab, oqlab, yo'llarni supurib tozalab, komissiya bo'lib ketmasa-chi inoplanidalar. Yo'q, qo'ysangiz-chi, soddalik qilmang, dadasi. Bilib bo'ladimi? 3 ga har bola kiraveradi. Shanib yursin endi shunga ham. Tavba. Yaxshi borib keling. Rahmat.
Assalomu alaykum Nodirjon. Uydagilaring yaxshimi? Tog'amlar, uydagilar, yangamlar hamma yaxshimi, ukajon? Sher aka. Yaxshimi? Qanday? Xush kelibsiz bizni mashinaga huzurimizga. Rahmat. Ha, bu safar suvga tushgan mushukdek muomalalaringiz muloyim, akajon. Ha, endi oyda 15 qorong'i, 15 yorug' deydi-ku. Ukajon, qarang, mana shu ana pechkalaringni o'chirib oynangni ochib qo'yaver. Nimaga pechkalarni o'chirib oynani? Pul kamroqmi deymi, ha, Sher aka? Yo, pul bor, puldan gapirmay qo'y. Pul qo'lda kira, ukajon. Mehr qolur, muhabbat qolur. Ukajon. Shoir Muhammad Yusuf bo'lib ketdingiz, akajon. Nima bo'ldi? Ishlar bachavami? Yo, yaxshi. Endi bir kun undoq, bir kun undoq. Uyga ketyapsizmi? Ha, uyga ketyapman ukajon. Shu endi asta sekin qarab, oqibat yaxshi-da, baribir ukajon, o'zing boringga shukur qilib, sen yaxshi bo'lasan. Mahallamizda Sher aka. bir mahallamizda o'ta bir vijdonli oriyati bor bo'lasan-da, rahmat ukajon. Boringga shukur eng. Yo'l kira bormi, akajon, yo'l kira? Yo, yo'l kira bor endi boshqa. Mana mehr daftarchang bor edi-ku, nega vijdon daftarchang nima? Mehr daftarcha, vijdon daftarcha yo'q, tushundingizmi? Uyga ketyapsizmi? Ha, uyga ketyapman. Uyingizga tashlayman. Shunday qil. 30 kun bo'lsa 30 kun kutib o'tiraman, pul olib chiqib berasiz, tushundingizmi? Yo, ukajon, Menga unaqa hamilonligingizda, shirin muomalaligingizda, muloyim mushukligingizda qilmang, Sher aka. Aytib qo'y, yoshingiz katta. Yoshingiz katta, yana qaytarib aytaman. Asab chataq asab. Bu chat bekarga to'kilmagan aka. Ukajon, asab saqla, asab saqla. Do'stingizda qanaqa izdivatsiya qildingiz? Ya, 500 ming mayli, endi bo'lar ekan-da. Qanday izdivatsiya bo'ladi? Hamma narsa. Shunday odam qilish kerak sizlar. Sizlarni men odam qilmasam, bir odam qilmaydi. Uyingizda kutib o'tiraman, olib chiqasiz aka. Qo'y, asabing buzilma ukajon. Asab buzmayman, nimaga buzishim kerak asabni? Qaytib tiklanmaydi. Nimaga buzishim kerak asabni? Pul topiladigan narsa, hech o'ylanma ukajon. Topiladigan bo'lsa, topib olib chiqib berasiz o'sha pulni aka. Tushundingizmi? Ukajon, sen o'sha qanday izdivatsiya qildingiz? Yo, ukajon, endi sen bilan biz bir kunlik odam emasmiz. Bir kunlik odam emasligingizda mana kecha qara, tunov kuni to'yga chiqdik, to'yda ham qarang bitta laganga to'g'ri kelganimizni qarang ikkalamizni. Sher aka, yomon gapga ustasiz, Sher aka. O'sha ya, katta to'ylarim bor, parvo qilma, xudo xohlasa. Yaxshi bo'lib ketadi. Hech narsaga parvo qilma, akajon. Mehr qolur, muhabbat qolur, aka-ukachilik buzilmasin, pulni olib chiqib berasiz. Yo, pulni olib chiqib berasiz, Sher aka. O'tgan safargida urushmaylik bo'ldi. O'rtog'ingizga qanaqa o'yin qildingiz? 500 ming pulga olib borib keldingizmi? 50 ming ishtirab chiqib berasiz bo'ldi. Mahallada sharmanda qilib yuboraman. Sher aka men bilan o'ynashmang. Sher aka men bilan o'ynashmang deyapman. Nodirjon, sen nima bo'ldi? Bu kelimni urushib qoldingmi? Nima? Sizga nima bo'ldi o'sha payt? Men zivanalarimiz ko'tarilib, oyliklari ko'p. Gulistonga hayda. Radaringga ham to'layman. Tezligingga ham to'layman. Reveningga. Qani o'sha Sher aka, qani? Ha, qo'y endi, e'tibor bermaydi. O'ynaymanda bo'ldi aka. Odam pul shunaqa narsa ekanda, pul o'zi shunday yomon narsa, odamni quyishqonda chiqarib olar ekan, o'g'rang, pulni rahmatli enam aytardi, pulni yo'g'i yaxshi bolam deb. Puli yo'q bo'lsa, xotirjam, jim uyda o'tirasan. Sizni ham rahmatli qilaman, jichcha pul olib chiqib berasiz. Yo, bo'ldi. Daftaring borku? Daftar yo'q, sharmanda baxt. Bir minut kutaman. Pul olib chiqmasa, Sher aka mendan qarzingiz bor deb baqiraman. Yo'q, ukajon, undaymi, ukajon? Tushung, Sher aka. Ukajon, men Sher aka baqiraman dedi. Ukajon. Bo'l, men Sher aka mendan qarz tushing dedim aka. Sharmanda qilib qo'yni qo'shimni olib. Sharmanda qilaman, tushing bo'ldi. Sendan qarzim yo'q, ukajon, yopganmiz uni. Qachon berasiz? Bu yangisi-ku. Mana oyda 15iga tushadi, hammasi klipchalar bor. Bo'ldi aka, asab buzmang, tushing, hayda. Bo'ldi, ukajon, rahmat. Sen baribir mujik bo'lasan. Men seni yaxshi ko'raman, bilasan. Bo'ldi. Hali men seni to'ylarda maqtayman, ukajon. Ha, Sher aka. Boshingga tushsa shunaqa bo'ladi. Odamlar ham g'alatida. Aniq adamiz aytdilar. Mahallaga xabar ketdi. Qattan bilaman, o'sha osmondan kelsa kerak-da. Endi u inapalanib yandiyapti-ku. Tayyorgarlik ko'ringlar deganmiz. Hozir dadamiz chiqib ketdilar, o't-o'tlarni oqlatib tozalab turaman deb. Voy kamiga tushiga ham kirganmish-da dadamiz. Hozir to'xtang. Kelin, Labbay oyijon. menga qarab oring. Hozir. Xullas endi o'zingizga qarab u yoq-yoqlaringizni tozalab turavering siz ham. Tuzukroq ko'ylaklaringiz bo'lsa. Oyijon. O'tirib turing. Tuzukroq ko'ylaklaringiz bo'lsa kiyib oling. Men sizga yana telefon qilaman, xo'pmi? Hozir dadamizga bir pastor telefon qilaman-da, yana anig'ini bilib yetib boraman. Xo'p, bo'pti, xo'p. Mayli, Lobarxon, xo'p. Mayli aytarsiz u kimga? Mayli, o'sha o'ziga yaqinlarga telefon qilib qo'ying. Inaplanetarlar kelar ekan deng. Bilmayman endi qachonligini, kelar ekan. Endi dadamizni oqlashi bo'yicha mana shu daraxtlarni
tezroq kelib qoladimi deyman. Bo'pti, mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Oyijon, tinchlikmi? Menga qarang. Hozir dadangiz keldilar. Hali mahalladan xabar eshitib kelibdilar. Hozir yana qaytib chiqib ketdilar. Tayyorgarlik ko'risharmish. Inoplanietlar kelarmish. Voy. Anu osmonda taryalka. Ha, o'sha tepada uchadiganmi bilmayman. Hozirgilari yurib kiradimi eshikdan yo bir devordan oshib kiradimi men bilmayman hozirgilarini. Bizning yoshligimizda talinkada kelardi. Kinolardagidaymi? Ha, lekin bitta gap. Menga qarang. Dadangizdan eshitib sizga aytayotganimiz dadangizga aytib qo'ymayapman. Hech kim gapirmagan deb chiqib ketdilar. Men endi hozir Lobarxonga aytib qo'ydim. Ertaga voy, sizni qarang. Bir og'iz ham aytmabsiz, ogohlantirmabsiz, mendan xafa bo'ladi. Yo'q, hech kimga aytmayman. Ularga ham gapirib o'tirmang. Tushundingizmi? O't-o'tlaringizga qarab tozalab yo'q qiling. Menga qarang. Birov bilmasin. Hech kim uydagilarga ham aytmang. Bizani uydagilarga ham dadangizni oldida og'zingizni ocha ko'ring. Oyijon, bizani hovlimizga kelarmikan? Endi kim biladi deysiz, lekin endi dadangiz aytdilarki, o't-o'tlarni tozalatib qo'yaman, mahallalarni oqlab, ko'klab qo'yishimiz kerak dedilar. Chap bizani uygacha kirmasa kerak-ku. Bilmadim. Bizani hovlimizga tushsa-chi, oyijon? Qatdan tushadi. O'zi mahalladagi eng chiroyli hovli bizaniki bo'lsa. Unda tepadan qaraganda ham eng chiroylisi bizaniki bo'lib turibdi, oyijon. Tushmasa ham, lekin dadangiz agar mahallaga kelib qolsa, o'zlari olib keladilar. Sekin bilib. Baribir mehmon qiladi. Ha, mehmonga. O'shaning uchun birovga aytib yurmang, tushundingizmi? Xo'p, oyijon. Unda men bitta uborka qilib qo'ygan, oyijon. Ha, hamma yoqlarni tozalab, hovlilardan boshlang, tashqari eshiklardan boshlang, xo'pmi? Turing jonim. Har kuni Kelini qaramas ekan demasin. Yo, endi shunaqa balkimdirmikin ular ham deydi lekin. Voy, любой odam deydi. Menga qarang. Shu eshikdan boshlaysiz. Shu kirib hamma yoqlaringizni tozalaysiz, xo'pmi? Endi qaysi kuni keladi bilmaymiz, lekin har kuni odat. Oyijon, ana u xonani ham yasatib qo'yishimiz kerak. Mehmonxonani. Ha, shunaqa qiling. Chiroyli qilib bagemalarimizni qo'yib, bagemalarimizni ko'rib og'zi bir ochilib qolsin. Shuni ayting. Menga qarang. Ana bu narsalar kam bo'lsa, tez ayting, men Oybejonga ayting, to'ldirib qo'ygin deb aytdi. Shunda Pista bodomlarni. Xo'p, oyijon, hozir men o'shalarni yesib kelaman. Oyijon, hozir. Yana kimga qilsam ekan? Kimga aytib qo'ysam ekan? Ha, bo'ldi, esimga tushdi. Alo. Oybek aka, turing, bemalol yotishingizni qarang. Tinchlikmi? Oybek aka, bitta gap aytaman. Nimaga? Faqat hech kimga aytib qo'ymang. Kimga aytaman? Nimaga? Oybek aka, faqat tinchlanib oling. Birdan vahima qilib ketmang. Voy, nima bo'ldi? O'zi nima gap? Tinchlikmi? Uyimizga osmonda boru, Bunda boru osmonda. Quyosh. Yo'q, quyosh emas, qanaqa quyosh? Unda katta bunda. Boru, nima? O'sha ot esimga kelmayapti. Yupitermi? Yupiter bilmayman. Yo'q, Yupiter emas. Ha. Boshqa dunyoda yashaydiganlar boru. Nima deydi? Inoplanet deydimi? O'shanaqalar boru, o'shanaqalar uyimizga kelayotgan ekan Oybek aka. Uchar tarelkam. Ha, o'sha bundoq tarelkasi bilan bundoq aylanib Inoplanetdanlar. Ha. Tomis ketib qoldi. Jinnimisiz? Kim aytdi? Nimaga tomim ketadi Oybek aka? Men sizga rostdan aytyapman. Turing, oyijon aytirib bozor qilib kelar ekansiz. Inoplanetdanlar kelar ekan. Ha, chaqchuqlarimiz ham qolmagan ekan. Hozir dasturxonlarni tuzatib qo'yaman desam, chaqchuq yo'q. Nima deb o'ylaydi? Pista bodomi yo'q ekan deb o'ylaydi. Qaynam bilan qaynatam kelyaptimi inoplanetdanlar? Oybek aka? Ha? G'alatimisiz? Inoplanet keladi. Qarang, bundoq tarelkasi bilan bundoq aylanib, bizning hovlimizga lop etib tushishi mumkin ekan. Kim aytdi bizni hovlimizga inoplanetdan kelar ekan? Oybek aka, qarang, ishqilib anonimiz ustiga tushmasin deng. Nima edi? Bundoq suvimiz bor-ku. Fontanimiz ustiga tushmasin. Akrasi ustiga tushsa kerak, qo'nib, zo'r joy qilib qo'yibsizlar. Yo'q, sindirib Tomis ketgan. Qanaqa inoplanetdan?
Oybek menga ishonmayapsizmi? Men biror marta aldaganmanmi sizni? Oyijon aytdilar. Shunaqa ekan. Ha, lekin mendan eshitganingizni aytmang oyijonga. Hech kimga aytmang, hech kimga aytmang deb tayinlab aytgandilar-da. Rostdan onam aytdimi? Faqat aytmang oyijonga, xo'p. Qarindoshlaringiz kelyapti, to'g'risini ayting. Oybek aka, bo'ldi endi turing. Rostdan, men hali uborkalar qilishim kerak. Ani eshiklarni yuving dedilar oyijon. Ular kelib keyin. Voy, inaplanetalar kelyaptimi, yuzdagilar kelyaptimi? Inaplanetanilar kelyapti. Ular mehmonga kelyapti ekan. Yo'q, bilmayman. Bizani uyga kelsa keyin hamma joyi ivirsib yotgan bo'lsa keyin aytadi, ani kelini yaxshi emas ekan deb aytadi. O'shaning uchun anaqa uborkalar. Inaplanetami? Oybek aka, kulgilimi nima? Men sizga rostini aytibman, hali qancha ishim bor hali. Meni vaqtim olib o'tiribsiz, turing, bozorga borib keling. Ana gajeklarim tugagan, olib keling o'shalardan. Bo'pti, men ishlarimni qilib uborka qilishim kerak. Turing, Oybek aka. Men sizga rostdan aytibman, Oybek. Faqat hech kimga aytib qo'ymang, xo'p? Mendan eshitganingizni ham hech kimga aytmang, xo'p? Xo'p. Rostdan inaplanetalar kelar ekan. Ha, faqat oyijonga aytib qo'ymang, hech kimga aytmang degandilar menga. Xo'p. Ana manti qilib qo'ying, yaxshi ko'rsa kerak. Mantini inaplanetalar. Ha. Go'sht ham olib keling unda Oybek aka. Meni ishlarim rosa ko'p hali. Bir mashina qarindoshlari kelmasa bo'ldi endi inaplanetani. Manti ham qilib qo'ying bo'lmasa. Inaplanetalar yaxshi ko'rib bizga yetmay qolmasin yana. Alo. Nodir, yaxshimisan? Qayerdasan? Taksida? Hey, mashinalaring. Bitta gap aytsam, chekkaroqqa to'xtab ol. Chekkaroqqa to'xta. Toming ketib qoladi. Inaplanetalar kelar ekan. Fevralda. Yakshanba kuni 19:00 da. Voy, seryozni? Hozir mana televizorda ko'rib turibman. Voy, nimaga ishonmaysan? Tarelkasida inaplanetan kelar ekan. Hech kimga aytma faqat. Hech kim bilmasin, xo'p? Inaplanetanlar kelishini. Bizga kelar ekan. Birinchi biznikida mehmon bo'lishar ekan. Dadam raisi shunga. Bo'pti, Nodir. Xo'p. Inaplanetalar. Birinchi bo'lib bizga keladi ya. Nima bo'pti? Hozir dadam kelsin aytaman. Dadam kelsinmi? Xo'p, ular kelguncha menga ayta qo'y, ichim pishib ketyapti. Endi yosh katta odam baribir oila boshlig'i bilsalar, keyin ana keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiribsizlarmi? Keling, dada. Ha, tinchlikmidi? Ha. Va alaykum assalom. O'tiravering oy qiz. Tinchlik omonligini bersin. Allohu akbar. Ha, tinchlikmi? Xonada ham o'tirdim, tez yetib keling deb. Ha, bo'g'lim, ko'zlaringiz bejo tez yetib keling deb. Shu bitta uyga yig'inglar, gapim bor deydi. Tushunmadim. Kim biladi? Endi oilamizni sekin endi bir narsa aytmoqchiman-da, dada. Ayting, nima gap? Nima gap? Gapiringchi. Endi qanday aytsam? Choy qo'ymaysizmi, onasi? Ojon, o'zim qo'yaman. Ha, endi qo'yaveringmi, aytguncha ba'bana qilmadilar. Endi siz qanday aytsam ekan? Tinchlikmi ish qilib? Endi qanday aytsam Ha, endi gapiradi-da, endi uni o'ylab deydi, bunday demasdan. Tushunmang endi, tilini tishlab qoladi. Ha, men ish tashlab kelyapman, oy qiz, shuncha odamni yig'ilishda tashlab kelyapman. Nechta beva ayollar anita turib tog'da eshikda aytib, ana yordam puli, yordam bir balolari deb. Endi o'g'lim jinni-pinni bo'lib qoptimi deb o'ylamassiz deb. Men o'sha sizni mana gaplaringizda shunaqa deb o'ylab bo'ldim. Yosh bola ekan ham jinni ham bo'lib qopti deb o'ylab bo'ldim men.
Ozgina sabr qiling, shuncha odamni eshitasiz dadasi, begona odamlar. Buningdek gapi ana hokimiyatdan mayliga kelganlarning gapiga o'xshaydi. Boshini boshlaydi, oxiri nima bilan tugashini bilib bo'lmaydi. Gapirsin tezda. Mahalla komiteti o'g'lidayin dadasi. Men unaqa gapirmayman. Oy qizim, men gapirganimda boshida endi gapira qolgan Oybek. Nima bo'ldi o'zi? Endi bu gapni aytsam yosh bola deb o'ylamayin deyman dada. Shunga Nima bo'ldi Rusaraxon? Kelin poshsha. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, Men xabar yo'q dadasi. Menga ham dadam kelsa aytaman deb. Xo'p, ayting bo'bla, bu gapni mana oy fevralda yakshanba kuni 19:00 da o'zga sayyoraliklar kelar ekan. Ana. hech narsa deganim yo'q. Men hech kimga hech narsa deganim yo'q, to'g'rimi? Men hech kimga hech qachon kelar ekan? Rusora yakshanba kuni keladi dedingizmi? Otajon. Fevralda yakshanba kuni kelar ekanmi? Men qayerdan bilaman dadasi? Aytyapti-ku, mana fevralda yakshanba kuni soat 19:00 da kelar ekan deyapti. Xo'p, bu qayerdan bilibdi so'rang. Siz qayerdan bildingiz buni? Sizga nima telefon qilishdimi? Inaplaneta. Yo, hech kimdan eshitmadi. Fevralda yakshanba kuni 19:00 da kelar ekan dedingiz-ku, ha? Kelin aytdimi? Ha, kelin? Inaplanetada ham qarindoshlar bormi? Yo, amma xolalaringiz chiqib turadimi bu yoqqa? Siz qayerdan bildingiz u inaplanetalar kelishini? Uydagilar bilan gaplashuvdingizmi? Uydagilar bilan? Oyijon. Ja qo'shnilar bilan gaplashtirgani ham qo'ymaysiz, oy qiz. Balkim Men fevralda qaysi kun edi? Yakshanba. Yakshanba kunida inaplaneta o'rtoqlaringiz kelishini qayerdan bilaman men? endi bir narsani bilib qo'yinglar. Men sizlarga atay shu narsani bilishinglar uchun shu narsani aytdim. Har bitta gapga ham ishonavermanglar. Men atay onangizga birovga aytmagin deb shu gapni aytdim. Onangiz mana kelinga aytgan, kelin birovga aytmang deb sizga aytgan. Siz birovga aytma degan gapini menga aytyapsiz. Shunaqa qilib hamma birovga aytma degan sirni chiqib aytib yuraversak, har bitta eshitgan gapga ishonib ketaversak, unda gap bo'ladimi? Fevralda 1-yakshanba soat 19:00 da yetib kelar ekan deb kelyapti. Nimani eshitsanglar ko'tarib birovga aytib yuravermaydi-da unaqa. Uni ma'lumotni tekshiradi. Kim nima desa ishonib ketaveradimi? Eksperimentdan ham o'tolmadinglar. Endi men bu eksperimentni mahallada ham qilaman. Nima gap eshitsanglar ishonib ko'tarib yuravermaydi-da uni mish-mish ekan deb gapirib. Hamma joyda. Nimani ko'rsa ishonib, kim nima desa ishonib. Qo'yinglar ey. Saqqay ovdan ketinglar. Bunaqa soatlarini bilib aytmaydim. Adashibdilar. Martda shanba kuni obed soat 1 ga keladi. Men hech marta aytdim, yo'q demaydi dedim. Mish-mishga aralashtirib, odam oldim, shonmandim. Keliningiz zamonida. Shuni ham gapni endi hammani yig'ib sharmanda qilib, senga balo bormidi endi? Kelin. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda. Ko'nglim aytar hayqir hayqir, ko'chasiga borib chaqir, qarab qo'ygin darchangdan bir. Qirlar oshib keldim mano, qorlar bosib keldim mano, dildan nola qildim mano. Labbay begim desaydi bir bor chaqirganda.